Hayvonlarni eslasanglar kerak. Bizni bugun 3-kunimizmi? Albatta. 3-kunimizda eslab qolish mashqlari bo'lyapti. Bu yerda 30 ta rasmni eslab qolish bo'yicha mana shuncha rasmni ketma-ketlikda aynan terib berilishi kerak. Boyaman o'zim shaxsan bilan eslab qolganman. Qanaqa eslab qolganimiz Zeboni ko'rgan. Hozir o'sha ketma-ketlikda terib chiqyapti. Ko'ramiz Zeboni qanchalik darajada xotirasi kuchayib boryapti ekan. Kelgan vaqtida lekin aytganimdek u darajada kuchli xotiraga ega emas-da, o'zingizga guvoh bo'lgasizlar. Mnemotexnikani faqatgina bitta eng oson usulini hozir qo'llashni boshladik. Shunchaki zanjir usuli bu. Zanjir usulida ko'ramiz 30 ta rasmdan Zebona nechtasini eslab qola olar ekan. Yaxshi. Tezroq. Yo'qdir, delishamas. Ko'rdim, endi ko'rdim. Yaxshi. Zo'r. Eslab qolinganlarni bir ko'rsatay. Avvalgi videoda ko'rganingiz aynan o'sha ketma-ketlikda ketyapti. Hozir o'zida Zebona taxminan 20 tasini terib bo'ldi. Qoyil. O, молодец. Endi zo'r. O, qo'yil. Nechta ekan? 30 ta. 30 tadan 30 ta hammasini hisob qoldi mana hozir. O'zingni ham guvoh bo'ling-da. Ketma-ketlikda. Menimcha hammasi to'g'ri. To'liq to'g'ri, hammasi to'g'ri. Buni videoni boshlanishidan solishtirib ko'rsa bo'ladi. Молодец.